Assalomu alaykum parranda ishqibozlari. Yangi mehmonlarimizni sizlarga ham ulashgim keldi. Bugun 2026-yil 22-aprel sanasida turibmiz. Uyimiz juda ham nihoyatda issiq. Shuning uchun jo'jalarimiz cho'zilib yotishibdi mana. Mazza qilishyapti. Ijodkor uxlayapti deydi-ku. Bu yoqda yangi chiqqanlari enasini tagidan olib, yana ham sal issiqroq bo'lsin deb lampochka ham qo'yib beryapmiz. Bu yerda tovuq va g'uli jo'jalari, induk jo'jalari aralash. Mana uyimiz issiqligidan mana bu induklarimiz hakkillayapti ham. Issiq bersak maza qilib yurishadi-da mana. Agar xona harorati sovib ketsa, hammasi bir joyga to'planib olib, bir-birini tepalab qo'yishlik holatlari ham kuzatilishi mumkin. Bu jo'jalarimiz necha kunlik deb so'raganlarga eng kattasi ham 4 kunlik bo'ldi bugun. 4 kunligi bor, 3 kunligi bor, 2 kunligi bor, aralashtirib qo'shib yuboryapmiz. O'sha lampochkada bir kun turadi, sal tetayib olguncha. O'ziga kelib olgandan keyin shunga qo'shyapmiz. Xudo xolasa hali jo'jalarimiz ko'p chiqadi. Induk turklarimiz yotibdi. Ochgan olib shu uyga olyapmiz. Mana buni yotishini qarang. Bilmaydigan odam o'lib qolibdimi deb o'ylaydi, to'fa qildi. Yayrashib yuboryapti mana issiqda. Mana. Alloh barakasini bersin, xudo xolasa. Mana vitaminli suvlar qilib berganmiz, chiktonlik. Buning ichida Andijon qora jo'jalarimizdan bor. Va dakan jo'jalarimiz ham bor, yaxshi zotdan, xudo xolasa. Mana bu sariqlari o'sha dakan bir 15 tacha dakan jo'jamiz bor buning ichida. Xudo xolasa video qilib ijtimoiy tarmoqlarimizga joylab boramiz. Xudo xolasa obuna bo'lib, layklarni bosib tursanglar, eng birinchi qo'ygan videolarimiz sizlarga birinchi bo'lib boradi inshaalloh. Xudo xolasa hali shu xonamiz to'ladi inshaalloh. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.